shu storiesini mujiklar uchun qo'ymoqchiman-da. Trenerlik faoliyatimni har kuni ko'radiganimni bir ikkita so'zlar bilan tushuntiraman, uni faqat mujiklar tushunadi. Mujik, yutma ichingga, yutaverma hali. Yo infarkt qiladi, yo insult qiladi, yo sahr qiladi. Yotib qolsang hech kimga kerak emassan. Uverenman, hech kimga kerak emas. Yutma, chiqazib tasha. Yo baqir, yo tog'ga chiqib tosh otib, o'ynab, kulib, futbol o'ynab, suzib, misho urib, mayli urishni bilmasang ham, no ichingdagini chiqazib tasha, tosh ko'tarib, nima qilib bo'lsa, ichingda olib qolma. Mana shu ichiga yutgan yigitlar keldi, infarkt yoki insult qilib qo'ygan yoki taxikardiya yoki bradikardiya qilib qo'ygan. Kerak emas, ichingga yutma, hal qiladigan ishing vahshiy ko'p. Boshiga borib turishing kerak bo'lgan odamlaring bor. Shuning uchun ichingga yutma, o'zi. Bardam bo'l, quruq